Do'stlar, o'sha apparatni ishlab chiqargan odamning oldiga keldik. O'sha Billerde ezmese bo'lmaydi ha? Ya billankida onun pisrafta ular Japan qursalan, Çin qursalan Ha. Mana do'stlar, bizda esa guruchni ezmasa bo'lmaydi deydi. Nima uchunki bizda texnika rivojlanmagani uchun guruchni ezib qo'yishadi. Nima uchun bu guruchni ikki sindirib tashlaydi deydi, maydalab tashlaydi. O'shaning uchun mana shu yerning mutaxassislari aytayaptiki, mana shu guruchni ezamiz. Shuning uchun 3-4 kunlab suvga ezib qo'yamiz dedi. O'zbekistonlik ba'zi do'stlarimiz aytayapti, sizdan nima uchun guruchni suvga botirib ezib qo'yasizlar deyapti. Bizda texnika rivojlanmagani uchun mana sindirib tashlaydi, keyin apparat bizda. O'shaning uchun bu eziladi deyapti. Mana mutaxassislarimiz shunday qilib mana shu sizlarga shu ma'lumotni aytib o'tyapti do'stlar. Ezmasa bizda bo'lmaydi. 3-4 kunchalik mana shunda ezib qo'yar ekan, har kun suvni almashtirib. Mana shuncha bizda texnika rivojlanmagani uchun 3-4 kuncha mana shunday qilib ishni ham ko'paytiradi. Undan qolaversa bir suvni almashtirib turib ozgina ham masraf qiladi, ham ko'proq ozgina odamlar mana shu ishni ko'paytirib beradi. Texnika rivojlanmaganining zarari bizga mana shu do'stlar. Mana do'stlar, bu yerda suvga ezilgan suv. 5 mana 5-kun ekan do'stlar, 5-kun. Boshini mulaymet veriyor ekan. Sonra uğran filan. Boşuna azmaz ayrıyeten var. Treşerler var. Boşuna taşlıyorlar. Olmadı yapışıp getiriyor ekan bu. Ha, mutaxassis odamimiz aytayapti. Shuni nima uchun qovuradi? Qovurishgani uchun nima uchun qovurar ekan? Mana postini apparat texnika ajratib olishi oson kechish uchun qovurishar ekan. Nima uchunki postda alohida bo'lib turar ekan. O'shaning uchun qovurar ekan. Keyin o'shaning uchun apparat tezda ajratib olar ekan. Mana do'stlar, bu texnikani yasagan ustamiz. Mana bu o'zi mutaxassis, o'zlari ham doktor. Katta nimalar bor, klinikasi. Mana shu qishloqda mana shu odam yasagan ekan. Assalomu alaykum doktor. Dayomi. Shu mashina haqida endi ma'lumot bersangiz. Mana shu yerda bir sahulat uchun. Shu yerda ustakorlari YouTube'da ko'rib, nari qandamasini bizlar o'z ibtidaiy zatlarimiz bilan nari bir mashina qurishib o'zimizni avvalshundan o'rganishdik YouTube orqali. Masalan, Hindistonda, Xitoyda, boshqa yurtlarda, ya Pokistonda masalan shunaqam ibtidaiy zatlar bilan qurishib birinchi formaning bizgilni. Sonra YouTube'da gördük, mana shu ustakorlari shunaqam etgan deb hidoyat berib, bir yasatdi, qo'yla ona 2 dana bilar. İçine bir şaft ötürlen, 3 tane içine tekke koyulan, o taraf bu taraf ağıştırıp durur yani. Ona suç var. Tespih ağla iyice gider yani. Bir iki defa maşin bile ortasında olsa neme var bana bir komak girbek. Endi buni barq masrafini ayla. Barq masrafı bir defasın barq masrafı var. Sal şonu mesela 15 dakikanın içinde kurup çıkarıyor 5 kadın yani. Vallahi öyle kadın da ne yapıyorlar? Gördük ha. Kadın da kuruyorlar, olmasa vaktim alıyor. Hemen mesela hile birinci, şimdi mesela günden mesela birinci köpek yiyorlar. Şimdi sana layık miroy kare kemercek olup, şimdi sırakan taze. İnşallah endi buna niyetiniz bormi? Bundan kettiren qurshaysangiz nemesin? İnşallah mesela şu bile ayrışı oti, şu ustakar bile ayrıştık. Eğer bundan savlat ödedip versen, bundan kettirek bir tonu yani kurur yani bir imkanatımız var deyip şerif ayrıştık. Yerden inşallah ki mesela Bağlani merkezi o yerde hile yıldan beri indi bir karip bir neme bile şugallanıyor da. Mesela Mazar Şerif ülkesi yerde mesela carip nemet yaptılar caripten mesela onca pul olmandan sonra aslında birinci mana ova. Yani bunun mutaxassislar var aslında Bağlan'da köpekli. Bağlan'da köpekli. Yani onlar varsa sırakan teknikler kurşa koyun bir ton 2 ton kurşar yani. Onlar sinem gördük görmene gidecek hem şundan İnşallah bu oradan inşallah bir yerden bir kurşa deyip umutunda merdimlere sahulat olar yani. Mana gazan gördük.
2-3 barobar qozondagidan ko'p qovurib, dero chiqartdi ular. Shunda ibtida mesela shul boljaq, ne boljaq? Hamda bir imtiyani qurshaq ko'rdik mana. Hova inşallah. Kendidan biri qurshaq ko'rdi, boljaq ekan quvurmam. Hova. Anjala quvuruyorum. Chiqarvam ko'rdilar, birinchidan iyi ko'rdilar. Hova. Yaxshi ish beribdi. Mana bunam shuni ko'rsatdik, shiraqam hana avval mana shu quvurib o'tirishimiz buni. Birinchi chiqarib ko'rdik, yaxshi ol elde o'tsa ko'p quvuruyor, qag'inda o'tsa. Bir raqama ko'p quvurulan oluyor, bir raqama az quvurulan oluyor. Nima bo'lsa timing bende deb qo'yasizlar. 5-15 daqiqa yana ichida quvurib olsak, o yaqilyon odin yoqib baravarcha quvurib. Ola aylantirsa hammadan bir barobar pishgandir uni. Baravar pishiyor. Qazanda bo'lsa bir diyarim mesela bir qazan seyrak pishsa, bir qazan nimarak pishar ekanda. Qazanda birinchi qatı bosh degan geliyor ekan. Şolardan bu texnikasi buni ishlar hozir ish beribdi, hali quvurib o'tdi. Qaribma mesela bular qancha joyda hali quvurib ko'rdilar, bular ish beribdilar. Inshaalloh bundan ham olinlar shelli dugunlari arttiras deb umid bor edi. Inshaalloh. Tashakkur doktor. Teşekkürler. Mana do'stlar ko'rdinglar. Inshaalloh kelajakda masalan 1 ton, 2 ton qilib pishirib nima qiladigan aparatni yasamoqchilar inshaalloh. Mana bu esa guruch suvga ezilgan. Bugun 5-kun, 6-kunmi mana suvda turganligi. Hozir buni chiqarib olib, mana aparat bir tomonda qozon, buni ketini 24 soat mobaynida 2 mana shunaqa qo'l o'tin ko'p yoqiladi do'stlar, qo'l o'tin. Bilasizlar, guruchga juda ham o'tin ko'p ketadi. Mana bu yerda esa qozonda qovurayotgan joyi ham bor. Masalan, qozondagidan 2 barobar u ko'p qovurar ekan. 15 minutda ancha guruch qovurib chiqarar ekan. Armano, palvano, assalomu alaykum. Yo'qmi? Xurmona beraka o palvano. Buni nima sababdan qovuraysiz? Masalan qancha kun suvda qo'ymal buni? 5 kun, 6 kun qo'ymalar. Suvdan so'ng olib qovurmalar. Masalan shuni qancha daqiqa qovuraysiz? Yarim soat qovurlaymi? 20 daqiqada qovurib qo'yar. Bulang satmi mashi? Mashina qada. Mashi bundan ham ko'p qovuruyor yana. Mashin ko'p qovuruyor, bir safar qovuruyor. Mana do'stlar, bu qozondan ko'ra mana bu yangi chiqqan texnika, aparat juda ham ko'p qovurar ekan. Bu masalan 20 minut, yarim soat qovursa, u 2 barobar shunaqasini 15 minutda qovurib chiqarar ekan do'stlar. Yangi ishlab chiqarilgan texnika. Mana do'stlar, bu yerda esa havuz bor, ya'ni 7 kun ko'pi 7 kun, kami 5 kun suvda qo'yish kerak ekan. Har kuni 2 martada yangilab turish kerak ekan do'stlar. Mana anchagina havuz 4 ta havuz bor, 4 ta. Mana bu yerga suvni qo'yib yuboradigan joylari alohida yasalgan, suvni qo'yib yuboradigan. Yangilab turish kerak ekan, ichini qo'zg'ab yangilab turish kerak ekan, masalan hidlanib qolmaslik uchun. Mana bu esa araba, ya'ni o'sha qovuradiganlarning oldiga olib boryapti buni. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar, xush kelibsizlar. Mana biz bugun shu sholi qovuradigan joyga keldik, ya'ni qo'shni qishloq. Bu yerda bir ajoyib yangi texnika bor ekan, ya'ni qo'lda yasagan, o'z qishloq o'z odamlari yasagan guruchni qovurishni yangi usuli do'stlar. Mana ko'ringlar, yangi usuli. Do'stlar, video ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Videomiz yoqsa bitta obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Mana bu ham esa ya'ni yangi chiqqan texnika, qishloq odamlari o'zida ishlab chiqargan texnika. 2 qop guruchni 15 minutda qovurib chiqarar ekan, 2 qop guruchni.
Farman o, assalomu alaykum. Dayomi. Beklemeyin bakarım. Man şu hakkında endi ma'lumot versangiz, bu nayla pishiriyor, qancha daqiqada pishiriyor, masalan qancha qolib tashlanıyor buni? Bu ma'lumotni bering. Ova, qancha budjet tashlab pishiriyor, qancha daqiqada pishiriyor? O'zi bo'lgan 15 daqiqada pishirib, 5 daqiqada narsa. Odun şu yerden qo'yiladi, ha? Mana do'stlar, o'tin qo'yadigan joyi yonyapti, qo'l o'tin. Buni o'zingiz ursaydingizmi? Havo. Masalan, qancha masraf bo'ladi shuni? Ya, 1 million masraf bo'ladi. Mana do'stlar, bu motor. Bu qancha kilovat bo'ldi? 3 mi, 2 mi, qancha? Mana şu motor aylab beryapti do'stlar, şu motor. Mana shunaqa spirga xashak bo'ladimi, yo bunaqa tut o'tin bo'ladimi, shunaqa o'tinlarda yoqish kerak. Bo'lmaydi.